Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz BNB ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video roligimizda ko'rib turganingizdek BNB Peak sayti, bu sayt orqali biz mutlaqo sarmoyasiz BNB kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Demak, BNB tokenini biladi, bu Binance o'zini blockchain tokeni bo'ladi, ya'ni uni nomi BNB deb hisoblanadi. Bu tokenning narxi hozirgi bozor narxida $1100 shular atrofida yuribdi, $1000 $1100 atrofida yuribdi. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda sayt haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda mana polniy ma'lumotlar berib qo'ygan. Bu yerda ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Shagma-shag statistika shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 724 mingtadan oshiq odam bu saytda sarmoyasiz pulli ishlab keladi. Bu yerda mana tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. How to play, ya'ni qanaqa qilib o'ynaladi, qanaqa qilib sarmoya kiritiladi, pul chiqariladi. Bu yerda ham bemalol yozma qo'llanmalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, tepada har xil bo'limlari bor. Bu yerda mana payouts bo'limi orqali aktual pul chiqayotgan odamlarni ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana hozirgina $323 bu saytdan yechib olgan bitta odam va statusi уже completed holatida. Bu sayt 100% ishonchli, bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Bu yerda yana $343 dan yaxshigina pullar ishlab keladigan odamlar ham bor. Hozirga qanaqa qilib pul ishlash kerakligini ko'rsataman. Buning uchun bu yerdan sign up tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Birinchi qiladigan ishimiz registratsiya bo'ladi. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga username, ikkinchi qatorga email pochta, 3 va 4-chi qatorga parolni yozib, oxirgi qatorga temasidan kapchadan o'tib sign up tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Agar sizlar saytda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib mana bu yerda yashil yozuv chiqib turadi. O'sha yashil yozuvning ustiga bir marta bosib, sizlar o'zingizlarning Gmail pochtangizni tasdiqlab qo'ysanglar, bu yerda bonus Faucet bo'limiga sizlarga free spin beradi. Tushgan songa qarab yana sizlar qo'shimcha BNB tokenini yutib olishingiz mumkin. Demak, ikkinchisi Howley Faucet bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har soatda kirib sarmoyasiz BNB tokenlarini ishlashimiz mumkin. Buning uchun eng pastga tushamiz, levelimizga qarab, bu yerdan kapchadan o'tib claim tugmasini bosib, bizning balansimiz BNB tokenlarini tushirib beradi. Ya'ni levelinglar qancha katta bo'lsa, shuncha katta sizlar har soatda kirib pullar ishlashingiz mumkin. Bugungi videoda qanaqa qilib level ko'tarish va qo'shimcha daromad olish ham ko'rsatib o'taman. Demak, teparoqqa chiqsak, bu yerda har xil kompaniyalar bor. Kompaniyalar orqali zadaniyalar olib, biz yana qo'shimcha daromad ishlashimiz mumkin. 69 sent, 38 sentlik zadaniyalar bor. Ko'rib turganingizdek, 14 minut, 11 minut berib qo'ygan. Bularni bajarishimiz uchun xohlasanglar TimeWall yoki Moonlix bor, Bitlabs ham bemalol zadaniyalar olsanglar bo'ladi. Endi tepadagi bo'limlarni gaplashib chiqamiz. Faucet bo'limi bu sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan bo'limi, keyingisi Games bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar Games o'yinlarini o'ynab ham saytda oborot qilishingiz mumkin, ham qo'shimcha daromad ishlab borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana Irondan bronze leveliga o'tishim uchun yana ozgina oborot qilsam, почти 82% qilib qo'yganman. Bu yerda qancha qilganimni ko'rishingiz mumkin va qancha qilishim kerakligini ham ko'rishingiz mumkin. Yana adashmasam 0.01 BNB token oborot qilsam, keyingi levelga o'taman. Ya'ni oborot qanaqa bo'ladi? Sizlar Games bo'limida o'yinlar o'ynashingiz kerak, farqi yo'q. Qanaqa o'yin o'ynasanglar ham, yutsanglar ham, yutqizsanglar ham sizlarga oborot yozilaveradi. Demak, ko'rib turganingizdek 2 sent o'zi avtomatik turadi. Hozir bitta yutuq ushab biz chiqib ketamiz degandek, ko'rib turganingizdek ikkita yutuq ushadik va bu yerdan sonlarni ko'rishingiz mumkin, ozgina o'zgardi. Xuddi shu tariqa bu saytdan ham qo'shimcha daromad olishingiz mumkin, ham oborot qilishingiz mumkin. Hozir 53.217 bo'lsa, kelinglar biz bitta ikkita o'ynab sizlarga oborot qanaqa qilib ko'tarilishi ham ko'rsatib beraman. Demak, mana yutdik, yana bir marta biz yutuq ushimiz va sirazi oborotda sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, ko'rsa 53.217 ida 53.345 bo'ldi. Xuddi shu tariqa sizlar ham balansingizda pulinglarni oshirib borishingiz mumkin, ham bu yerdan oborot qilib levelinglarni ham oshirib borsanglar bo'ladi. Bu o'yinlarga har xil taktikalar bor. Biz tez bu o'yinlarga taktikalar chiqarib turamiz. O'shaning uchun bizani Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, har xil taktikalar va shunga o'xshash ko'p kriptovalyuta ishlab bo'ladigan saytlarni ko'rib borishingiz mumkin. Asosiysi 90% sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan saytda bo'ladi. Demak, keyingisi contest bo'limi. Bu bo'lim orqali konkursda ishtirok etishingiz mumkin. Har hafta bu saytda konkurs bo'ladi. Konkursda ishtirok etish uchun sizlar saytda aktiv bo'lishingiz kerak. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, birinchi o'rin olganga 6 ta BNB tokeni beriladi. Bu ya'ni $6,600 atrofida degani. Aytib o'tganimdek, sizlar bu yerda yutish uchun saytda aktiv bo'lishingiz kerak. Bu yerda oldingi yutganlarni bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. Bu
sayt ham zo'r, bu saytga ham kirib ishlashingizni tavsiya etaman. Keyingisi depozit bo'limi. Bu bo'lim orqali saytga depozit kiritsak bo'ladi. Agar sizlarning games bo'limiga qanaqadir taktikalar va yoki qanaqadir strategiyalarni qo'llamoqchi bo'lsangiz, bemalol sarmoya kiritib kattaroq summadan ham level oshirishingiz mumkin, ham qo'shimcha pul ishlab olishingiz mumkin. Agar sizlar qanaqa qilib sarmoya kiritishni bilmasangiz, Telegram adminga yozinglar, sizlarga sarmoya kiritishga yordam beraveradi. Keyingisi withdraw bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar sarmoyasiz ishlagan pulinglarni chiqarib olishingiz mumkin. Demak, minimalnisi 0.002 dan boshlanadi. Hozir men balansimda pul yo'q, o'shaning uchun sizlarga bugungi videoda pul yechib ko'rsatmayman. Keyingi videolarda albatta pul yechib ko'rsataman. Demak, pul yechish uchun birinchi qatorga biz BP20 adresimizni yozib qoldiramiz, ikkinchi qatordan summani yozamiz, uchinchi qatordan komissiyani ko'rishingiz mumkin. Komissiyasi o'zgarmaydi. Katta summa yetsanglar ham, kichkina summa yetsanglar ham faqat shu summada qoladi. Bu agar kattaroq summa yetsanglar ko'rinmay ketadi. Komissiyasi вообще kam. Surveys bo'limi orqali biz har xil boyagidek kompaniyalardan topshiriqlar olib, yana qo'shimcha daromad ishlashimiz mumkin. Bu yerda biz faqat dollarda pul ishlasak bo'ladi, keyin sirazi chiqarib olishimiz mumkin. Settings bo'limi orqali profilimizni nastroyka qilamiz. Affiliates bo'limi orqali bu saytga do'stimizni chaqirib yana pul daromad olishimiz mumkin. Kontakt bo'limi orqali bu saytda podдержкасы bilan bog'lansak bo'ladi. Language bo'limi orqali biz tilni o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek sayt absolyutno oson, bemalol kirib osongina sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek games bo'limiga ozgina o'ynaganim uchun bonus faucet bo'limiga bitta free spin berdi. Roll tugmasini bosib tushgan songa qarab yana men BNB tokenini ishlab olishim mumkin. Aytib o'tganimdek, bu sayt ishonchli, bemalol kirib pul ishlashingiz mumkin. Pullarni 100% to'lab beradi. Agar har xil strategiya va taktikalar kerak bo'lsa, games bo'limiga bizani Telegram va YouTube kanalimizdan olib borishingiz mumkin. Demak, Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib ham obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Yana ko'p loyihalarni o'sha Telegram kanaldan olishingiz mumkin. Demak, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.